Assalomu alaykum. Turk tilini sevib o'rganuvchi qadrli do'stlarim. Bugun sizlar bilan birgalikda mehmonxonada kerak bo'ladigan turkcha so'z va iboralarni o'rganamiz. Undan oldin albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Otel, mehmonxona. Bu otel çok güzel. Bu mehmonxona juda chiroyli. Resepsiyon, qabulxona. Resepsiyon nerede? Qabulxona qayerda? Rezervasyon, bron. Rezervasyonim var. Bronim bor. Oda, xona. Odam hangi katta? Xonam nechanchi qavatda? Anahtar, kalit. Oda anahtarımı alabilir miyim? Xona kalitimni olsam bo'ladimi? Bagaj yoki yuk. Bagajimni odaya götürebilir misiniz? Bagajimni xonamga olib bora olasizmi? Girish. Girish ishlami soat kaçta? Kirish soat nechada? Chiqish soat kaçta? Chiqish soat nechada? Tek kişilik oda. Bir kişilik xona. Tek kişilik oda istiyorum. Bir kişilik xona xohlayman. Çift kişilik oda. İki kişilik xona. Çift kişilik oda ayırtmak istiyorum. İki kişilik xona bron qilmoqchiman. Kahvaltı. Nonushta. Kahvaltı saat kaçta? Nonushta soat nechada? Restoran nerede? Restoran qayerda? Oda servisi. Xona xizmati. Oda servisi varmı? Xona xizmati bormi? Wi-Fi şifresi nedir? Wi-Fi paroli nima? Duş çalışmıyor. Duş ishlamayapti. Havlu. Sochiq. Bir havlu daha alabilir miyim? Yana bitta sochiq olsam bo'ladimi? Yatak. Karavot. Yatak çok rahat. Karavot juda qulay. Klima. Konditsioner. Klima çalışmıyor. Konditsioner ishlamayapti. Temizlik. Tozalash. Oda temizliği ne zaman yapılacak? Xona qachon tozalanadi? Qavat. Odam 3-chi qavatda. Xonam 3-chi qavatda. Ödeme. To'lov. Ödemeyi kartla yapabilir miyim? To'lovni karta bilan qilsam bo'ladimi? Fiyat. Narx. Gecelik fiyat ne kadar? Bir kechalik narxi qancha? Gecelik. Bir kechalik. Gecelik ücret ne kadar? Bir kechalik to'lov qancha? Asansör. Lift. Asansör nerede? Lift qayerda? Havuz.
Havuz, basseyn. Havuz saat kaçta açılıyor? Basseyn saat nechada ochiladi? Otopark, otopark, avtoturargoh. Otoparkiniz bormi? Avtoturargohingiz bormi? Bellboy, bellboy, yuk tashuvchi xodim. Bellboy bagajimni tashidi. Yuk tashuvchi xodim bagajimni olib bordi. Fatura, fatura, hisob, faktura. Faturayı alabilir miyim? Hisob fakturani olsam bo'ladimi? Kimlik, kimlik, shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Kimliğinizi görebilir miyim? Shaxsni tasdiqlovchi hujjatingizni ko'rsam bo'ladimi? Aramak, aramak, qo'ng'iroq qilmoq. Resepsiyonni aramak istiyorum. Qabulxonaga qo'ng'iroq qilmoqchiman. Ariza, ariza, nosozlik. Odamda bir ariza var. Xonamda bir nosozlik bor. Gurultu, gurultu, shovqin. Gece çok gurultu var. Kechasi juda ko'p shovqin bor. Kasa, kasa, seyf. Odada kasa varmi? Xonada seyf bormi? Çamaşırhane, çamaşırhane, kir yuvish xizmati. Çamaşırhane hizmetiniz var mı? Kir yuvish xizmatingiz bormi? Harita, harita, harita. Bana şehir haritasi verebilir misiniz? Menga shahar haritasini bera olasizmi? Taksi chaqirmoq, taksi chaqirmoq, taksi chaqirmoq. Bana taksi çağırabilir misiniz? Menga taksi chaqirib bera olasizmi? Uyandırma servisi, uyandırma servisi, uyg'otish xizmati. Saat 7'de uyandırma servisi istiyorum. Saat 7'de uyg'otish xizmatini xohlayman. Bagaj odasi, bagaj odasi, bagaj saqlash xonasi. Bagajimni burada bırakabilir miyim? Bagajimni shu yerda qoldirsam bo'ladimi? Yardım, yardım, yordam. Bana yardımcı olabilir misiniz? Menga yordam bera olasizmi? İyi konaklamalar, iyi konaklamalar. Yaxshi qoling, yaxshi dam oling. Teşekkür ederim. Size de iyi konaklamalar. Rahmat, sizga ham yaxshi qolish tilayman. Boş oda, boş oda, boş xona. Boş odanız var mı? Boş xonangiz bormi? Musait, musait, boş yoki mavjud. Bu hafta sonu musait odanız var mı? Bu hafta oxiriga boş xonangiz bormi? Kimlik göstermek, kimlik göstermek, hujjat ko'rsatmoq. Girişte kimlik göstermek gerekiyor mu? Kirishda hujjat ko'rsatish kerakmi? Odaya yerleşmek, odaya yerleşmek, xonaga joylashmoq. Odaya ne zaman yerleşebiliriz? Xonaga qachon joylasha olamiz? Odayı temizlemek, odayı temizlemek, xonani tozalamoq. Lütfen odamı temizleyin. İltimos xonamni tozalang. Tualet kağıdı, tualet kağıdı, hojatxona qog'ozi. Tualet kağıdı bitti, hojatxona qog'ozi tugadi. Lamba, lamba, chiroq. Odadagi lamba çalışmıyor. Xonadagi chiroq ishlamayapti. Priz, priz, elektr rozetkasi. Priz nerede? Telefonumu şarj edeceğim. Rozetka qayerda? Telefonimni quvvatlayman. Manzara, manzara, manzara. Deniz manzaralı bir oda istiyorum.
dengiz manzarali xona xohlayman. Deniz manzarasi, deniz manzarasi, dengiz manzarasi. Odamizning deniz manzarasi harika. Xonamizning dengiz manzarasi ajoyib. Sıcak su, sıcak su, issiq suv. Sıcak su gelmiyor, issiq suv kelmayapti. Soğuk su, soğuk su, soğuk su. Odada soğuk su var mı? Xonada soğuk su bormi? Yardımcı olmak, yardımcı olmak, yordam bermoq. Sizga nasıl yardımcı olabilirim? Sizga qanday yordam bera olaman? Telefon etmek, telefon etmek, telefon qilmoq. Resepsiyona telefon etmek istiyorum. Qabulxonaga telefon qilmoqchiman. Geç chiqish, geç chiqish, kechroq chiqish. Geç chiqish yapabilir miyiz? Mehmonxonadan kechroq chiqishimiz mumkinmi? Erken girish, erken girish, erta kirish. Erken girish mumkinmi? Mehmonxonaga ertaroq kirish mumkinmi? Depozito, depozito, garov puli yoki depozit. Depozito gerekiyormu? Depozit kerakmi? Fiyat dahil, fiyat dahil, narx ichiga kiritilgan. Kahvaltı fiyata dahilmi? Nonushta narx ichiga kiritilganmi? Bavul, bavul, chamadon. Bavulimni odada bıraktım. Chamadonimni xonada qoldirdim. İyi günler, iyi günler. Kuningiz xayrli bo'lsin. Teşekkür ederim. İyi günler. Rahmat. Kuningiz xayrli bo'lsin. Artık otelde Türkçe konuşmaya hazırsınız. Endi mehmonxonada Türkçe gaplashishga tayyorsiz. Bu kelimeleri seyahatinizden önce mutlaka öğrenin. Seyahatdan oldin bu so'zlarni albatta o'rganib oling. Siz otelde en çok hangi ifodayi kullanırsınız? Siz mehmonxonada qaysi iborani eng ko'p ishlatasiz? Javobingizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoni saqlang va turk tilini biz bilan o'rganishda davom eting. Bir sonraki derste görüşürüz. Hepinize teşekkürler arkadaşlar.